En ahırkı leksiyemizge kulak silen hürmetlik vatandaşım. Anda bu leksiya Amerika Deniz Armiyasi harbiy parxodlarının Jungo'nun deniz tavalligideki yoki Jungo amaliy boshqarib turgan aylardagi orollardagi orollarga yaqin 12 deniz milliy ishkirlab kirganligi munosabatlik Jungo abonetlarining masalan torbet a'zolarining qaytirgan inkoslari ekan. Bu inkoslar qiziq, sizlar anglab qo'yinglar vatandoshlarım. Amerika'nın harbiy parxodi G'arbiy dengiz taqim orollarga bo'sib kirdi. Jungo torbetçileri umumiyüzlük gazaplendi. Mavzulu haber 1 ayının 30. günü Fransiya Xalqaro radio stansiyasida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. Amerika'nın raketa bilan qurollangan qo'g'lug'uchi parxodi haftaning 5 günü bu qatam aşa 12 deniz milli yetib qolgan Amerika'nın Deston belgilik harbiy parxodida parxodi 90 dana raketa elib mang'alaydi ekan. Parxod haftaning 5 günü G'arbiy taqim orollari Jungjian orlig'i 12 deniz milliy ishkirlab kirdi. Beijing norozilik bildirib, Amerikaning harbiy parxodlari Jungo dengiz tavalligiga ixtiyoriy kirdi deb ko'rsatdi. Amerika taraf bugundan sal burun Janubiy dengizga chorlab kirish, erkin qatnashni cheklashga qarshi xiris e'lon qilish harakatida. Amerika tarafının bu qilishi dedi Jungo erkin qatnashni cheklashga nima? Jungo norozilik bildirdi, lekin chorlash elib berayotgan Amerika taraf nima dedi? Erkin qatnashni cheklashga qarshi xiris e'lon qilish harakati. Masalan, bu dengizda erkin qatnashni Jungo cheklamoqchi bo'ladi. Jungoning cheklishiga xiris e'lon qilish harakatidir deydi deb ko'rsatdi. Bu voqeaga qarta Jungo torbetlarining inkosi kaskin bo'ldi. Ba'zilar qarshi urush qilish kerak dedi. Ba'zilar ilojsiz ahvolda Jungo hukumat tarafini iqtidorsiz deb aybladi. Ya'ni ba'zilar Amerika bilan urushib qilishning oqibatini o'ylashishni tavsiya qildi. G'azablanguchilarga selishtirganda Jango Chiao ismli to'rdoshning inkosi muloyim bo'ldi. U mundaq dedi: Jungo da bir temsil var. Bir qatim, ikki qatim, uchinchi qatim deydigan. Amerika harbiy parxodining bu qatim G'arbiy taqim orollarda Jungjian dov oralig'iga yetib kelishi uchinchi qatim bo'ldi. Avval ikki qatim Janubiy dengiz orollariga kirgan bu qatim voqeaning xarakteri o'rlab G'arbiy taqim orollarga harbiy parxod yetib keldi. Sening yuzingga 3 qatim kaçat saldı. Qani adami salahiyetin, qani davlatlik salahiyetin. Bu Jungo qo'yayotgan savolmi? Sening yuzingga 3 qatim kaçat saldı Jungoluq. Qani sening adami salahiyetin, qani sening davlatlik salahiyetin. Yani boshqa inkas yozuvchilar to'g'ridan-to'g'ri Amerika bilan urush qilishni talab qildi. Chuanzi mundaq hisobladı. Diplomatik vasıtalar bundaq chaqda qarg'a kelmaydi. Yaramaydi, diplomatik chorlar bilan ish qilaman deb avar bo'lmadi. Jungo Amerikaning parxodini cho'ktirib o'tish kerak. Geng Suyfi ismli tor boshqaruvchi, tor inkas yozuvchi, Chuchiyov degan tor inkas yozuvchilar inkasçıları mundaq dedi. Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Hua Chunying Amerika turishliq bosh elchisi Yankayni ayblab koni gapni takrorlovchilar deb ko'rsatib, Amerika Jungoning hech nima qila olmaydiganligini bilib oldi. Mening ulug' davlatim, mening ulug' rahbarlarim yuraklik amaliy harakat bilan zarba bera olamsizlar. Amerika'nın parxodlari biya keldi. Mening ulug' davlatim, mening ulug' rahbarlarim amaliy harakat bilan Amerika'nın harbiy parxodiga zarba bera olamsizlar. Huangdagi ismli bir tor betga inkas yozuvchi mundaq nasihat qildi. Ham xiyolni tashlab Amerika bilan bir maydon urush qilishga tayyorlanish kerak. Ham xiyolni tashlab Amerika bilan bir maydon urush qilishga tayyorlanish kerak.
özünü mü, başkalarını mı aldaydıgan çoğ devletler münasebeti degenni sözlep yürümeslik gerek. Uruş kılıç sadaları köp. Cüngunu meshir kılıç sadaları mı köp. İladısızlıkını ifadeleyen sadalar mı köp. Demek Xitay törbatları da Amerika'ya uruş kılıçını teşebbüs kılgıçılar mı köp. Cüngonun iktidarsızlığını eğitlikçiler mi köp. Şundaklı iladısızlıkını aşkarlıqçılar mı köp bol. Bir nefer inkas bir nefer iskilat çaçkını isimli torbetke inkas yazıcı mındak dedi. Özünün ismini özgertdi. İsmi iskilat çaçkını iken. O mındak hesaplı ki mındak inkas yazdı. Uruş kılıç küçük balının konçak oyun emez. Bu emeli yazıptı bu. Uruş kılıç küçük balının konçak oyun emez. Torbetede noçılık kılışının neme ahmiyeti? Eğer öz gözün bilen Amerika harbiy parıqtırını körgen bolsan, bir paç taş et bakkıdak yürügün bağmıdı. Manama torbet yazgıçı, inkas yazgıçı naite emeli, naite önümlük, naite kemterlik, ya temkinlik bilen yazıptı ma inkasını. Dikkat kılın ama yansık buraya vatandaşım. Bunun ismi mi kaltısı mümkün? İskilat çaşkını. Biz ondan aytganda hamp çaşkını desek mi buldu? Qazdaq çaşkını desek mi buldu? Bu aşında isim koyup yaptı, o mındaq deydi. Uruş kılıç küçük balının koyunçak oyunu emez. Torbetede noçılık kılışının neme ahmiyeti? Eğer öz gücün bilen Amerika harbiy parıqtırını körgen bolsan, bir parça taş etip bakıdak yürügün bağımı yok mu? Üzerine sınap bak dedi. Bir parça taş atalamsa Amerika parıqtırı qadı. Nemi çoğun söz deysen dedi. Yuvaşlık bilen kisek düşüsan ço. Nemi çoğun söz deysen, yuvaşlık bilen kisek düşüsan ço dedi. Karıslığın isimlik bir torga inkas yazgıcı, Karıslığın degen bu çet elden bir okuvatkan kişi olası gerek. Karıslığın isimlik torbetki inkas yazgıcı mındak yazdı. Amerika Cahangirliğe yetip geldi. Mavçıla, solçıla, torbetki obzor yazgıcıla, kendisiyle her kaysi yoldaki kahramanla, serhilla, üzünlani devletki beğişlanla. Gangte isimlik birisi mındak inkas yazdı. Bizning armiyamiz aksil inqilobchilarni bastırdı. Armiyaning muqaddas vazifasi partiyaning ordini qo'g'dash. Amerika bosog'imizga keldi. Javjadin, ya'ni yuqori qatlamdagilar jiddiyleşmeydi. Javjarin degani Xitoylarning yuqori qatlamadagi an'ana ekan bu Akiyev Lushin Apandi yozgan Akiyevning tarjimali degan kitobda chiqdi bu. Javjarin degan yuqori qatlamda kishilar degan gap. Şuna Jungoda yuqori qatlamda kishilar yoki javjarin qatlamadagilar bu ishdan jiddiyleşmeydi. Ansirashmaydi. Tuvandagi qullar sallaga nim bo'ldi. Sallaga nima gap qapti? Pul tepib berib anang bilan dadangni baqdi. Ma'ning inkasimi katta inkas gibi. Ko'ralar nima deydi? Amerikaning parxodi yetib ketdi. Amerika Jahongirlik yetib ketdi dengiz bo'ylariga. Tash etib baq, yuriging bormi yo'q deydi. Yana birisi nima deydi? Sen bu yerda to'laydigan huquqing yo'q. Sen bir qul. Javjarin yuqori qatlamdagilar ansirmaydi. Sen nimaga ansirab yursan? Sağnin bol deydi, qo'l deydi. Agar topalısan, pul tepib, yanchiqin qachilab berib, anang bilan balangni baqavay bu cho'ng ishlarga aralashmadi. Mava Jungo torbetlardagi fikrlar gaplarken, lekin yig'ib aytganda vatandoshim hozirda aytganda Amerika Qo'shma Shtatlarining Svityankay bashalchining so'zida aytganda Xitoyga selayotgan siyosiy besimi endi Janubiy dengiz va G'arbiy taqim orollardagi harbiy besimi bo'libmi Yaponiya matbuotlari ko'rsatiga Senkaku oroli masalasida Amerikaning harbiy aralashadiganligi masalasi bo'yicha Jungo tajovuz qildi degan yangi gapning o'ttirg'i chiqqanligi siz bizga endi shundaqli bo'lishi mumkin, lekin davlatlar aro bundaq so'z gaplarning berishi, kelishi cho'ng gap vatandoshim cho'ng gap. Shunga hozir Xitoyning puli masalasi, xalq puli hali kunda qoldi. Avarchilik yo'liqdi. Uning dengizdagi egilik huquq talab qilishi bu avarchilik yo'liqdi. Endi hozir siyosiy va iqtisodiy. Buningdan burun esinglarda bo'lishi kerak 1-ayning 27-kuni Amerika Qo'shma Shtatlarining davlat ishtirokchisi John Kerry apandi avval Kambodsha,
Laos qatarlıq dövlətlərini ziyarət qilib, yoxsul Jungoga keldi. Jungo kelgan vaqt shu vaqt torbetler nima deganda biz sizlarga buni anglatish vaqt chiqaran bo'ldik. Nima deganda birinchi John Kerry, davlat ishlar katibi John Kerry Beijingga Janubiy dengiz masalasi bo'yicha, Chaoshen'da yadro qurollari masalasi bo'yicha, shundaqla Tayvanda o'tkazilgan saylan masalasi bo'yicha Jungo hukumati bilan so'zlashishga badiy degan edi. Endi bu yerda hozir ketayotgan gap yadro qurollari masalasi bo'yicha Chaoshen'da Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bexatarlik komiteti qaror chiqarib jazolashni yo'lga qo'yish kerak. Buning uchun buni Jungoning oldiga selib qo'ygan bo'lish kerak. Mana bunday qilamiz demoqchi bo'lish kerak. Lekin qaraganda, ahvoldan qaraganda Jungo hukumatining pozitsiyasi yaxshi bo'lmagandek turdi. Endilikda mana biz yuqorida so'zlagan leksiyalar hozir Jungo Amerika o'rtasida yuz bergan leksiyalar vaqalardir.